Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun Power BI darslarimizda ikkinchi dars. Internetdan jadvallarni import qilish, CSV fayl ko'chirish, SQL serverdan bazalarni ko'chirish, tak yana nima? Power Query'da ishlash haqida gaplashamiz bugun. Ho'p, qani ketdik. Power BI darslari sizga qiziq bo'lsa, albatta Telegramga kirib, qattiq X bilan Bahodirjon va ostki chiziqcha qo'yib, mana Bahodirjon qattiq X bilan ostki chiziqcha Mullajonov deb qidiringlar. Telegram kanalim chiqadi va 2570 ta obunachisi bor. Men rasmda albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Oxirgi video darslarim shu joyga qo'yib boriladi va albatta memlar, o'zim fikrlarim yoki aqlli fikrlar bu Telegram kanalda bo'ladi. Siz uchun ham, men uchun ham foydali. Bunga obuna bo'lishinglar. Xo'p, qani ketdik endi. Power BI birinchi darsimizda mana birinchi degan Power BI faylni yaratib olgan edik. Shuni to'g'ridan to'g'ri ochyapman. Tak, buni ochganimda tak, menda nimalar bor ko'ramiz mana. Отчет qilinmagan bo'sh bu oyna va ikkinchi mana tablitsa qismiga o'tsam, menda tablitsa bor edi. Excel faylini bu joyga ko'chirib olgan edim. Ya'ni ko'chirib chaqirib olgan edim. Hop, shuni sekin ochadi. Mana list bossangiz chiqar ekan. List bir, mana shu ma'lumot bor. Qolgani bo'sh. Mana bu joyga ham mana modellar bo'limiga o'tsam, mana bunday ko'rinishda turadi bu. Xuddi Access ishlatganlar bo'lsa, shunaqa ko'rinishda bo'lardi. Shu joyga endi biz CSV fayl ko'chirib chaqirmoqchi bo'lsanglar ham u juda ham oddiy tushadi. Tak, xuddi Excel'da ko'chirgandek bo'ladi. Birinchi darsdaqa bizda nima, qanaqa holatlarda kerak bo'ladi, yana bazalar. Baza danlikka o'tganda, no faylda mana CSV fayl, xuddi Excel'daqa, buni qiyin joyi yo'q. Baza danlikda qarang, SQL serverdan baza tortmoqchi bo'lsangiz, bunda mana bu oynani ochasiz, подключить bosaman. Bunda mana serverda albatta ko'rsatishingiz kerak. Mana baza danlikni ko'rsatasiz. Bu joyda mana to'g'ridan to'g'ri import qilib ma'lumot to'g'ridan to'g'ri tortib olish mumkin Power BI ga yoki mana Direct Query'dan qiladigan ishlarni mana ba'zan ko'chirmasdan turib ham ishlarni zaproslarni bajarishingiz mumkin. Bu SQL server bilan ishlaganingizda. Endi qarang, sizlarga eng yaxshi ommabop usuli internetdan ma'lumot olishni ko'rsatib qo'yib, birinchi o'rinda bu Wikipediyadan ma'lumot olish. Menda mana tak, bu obloshka. Mana aholi bo'yicha davlatlar ro'yxati deb qidirganimda o'zbekcha Wikipediyada mana davlatlarning ro'yxatlari chiqdi aholi soni bilan. Xo'p, mana shunga kiryapman. Mana aholi bo'yicha davlatlar ro'yxati. Sizga ham shu ma'lumotni ishlatmoqchi bo'lsangiz. Agar boshqacha ma'lumot kerak bo'lsa, boshqacha qidiring. Mana xarita chiqdi va mana juda uzun jadval. Bu jadvalda даже hamma davlatlar ko'rsatilgan. Mana 242 ta davlat va bu mana jadvali juda ham ma'lumotga boy. Shuni qanday ko'chirib olish mumkin? Power BI ga, Power BI faylimizga. Bu uchun menda mana bu yerda list bir bor, bu turaversin. Bunga qo'shimcha sifatida tortib olaman yana. Bu uchun mana bu главный bo'limida так man получить данные. Hop, другой qilaman. Другойga o'tganda tak, qaysi qismda edi bizda? Другойga o'tsanglar mana mana internet orqali ma'lumot olish. Internetga kiraman, подключить bosaman. Mana URL adres linkini ber deyapti. Xo'p, bu yoqdan mana Wikipedia linkini olaman. Ctrl C da kopiya qilib, Power BI mana bu joyga, mana URL adresiga yozdim. OK. Xo'p, bu joyga endi mana bu o'ylanadigan joylar sal ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Katta ma'lumotlar bilan ishlayotganingizda bu odatiy hol. Endi sizda kompyuterda agar yadrolar yaxshiroq bo'lsa, balki sal tezroq ham ishlashi mumkin. Sal uzoqroq bo'lib ketib qolsa, ancha ofisning oddiyroq kompyuterda sekinroq ishlashi mumkin. Bu albatta internet tezligingizga ham bog'liq, boshqa ko'rinishda bog'liq bo'lib qolishi mumkin, tez sekin ishlash. Xo'p, menda mana navigatsiya ketyapti. Jadval katta edi ancha, mana ochib ko'rsatdi. Qarang, sizda endi har xil ko'rinishlarda tavsiya qiladi bu. HTML tablitsa ko'rinishi, mana предлагаемый tablitsa yoki tekst ko'rinishida tavsiya qilyapti. Mana tablitsa birda bosib ko'raman. Mana предварительный просмотр. Mana shu yerda hali
ko'rib olishingiz mumkin chaqirmasdan turib nima bo'layotganini. Mana tablitsa birda mana e'tibor bersangiz boyagi 83 ta davlat nimagadir и mana aholi soni sanasi qismi manbalari bilan berilyapti. Tablitsa 2da bu joyda nima bor? Bu qanaqadir boshqacharoq berdi bunda. Tablitsa 3da ajoyib kerak emas. И mana предлагаемый tablitsada ko'ramiz. Tablitsa 4 bunda qarang, mana ustunlarda beryapti 25 ta. Menimcha davomi ham berish bo'lishi mumkin. Boshlan balki предварительный o'zi ko'rsatayotgandir. И mana e'tibor bersangiz, bizda ma'lumotlarda juda ham yaxshi bermagan. Mana bunaqa 7-chi ustun mana 0 obyekt qilib berib yuborgan. Bo'shliq bilan. Xo'p, 5-chi tablitsani ko'raman. Kerak emas. 6 kerak emas. 7 tag kerak emas. HTML kod bergan. Даже HTML kodini ham berish mumkin. Saytda mana to'liq beryapti kodni. Endi bu veb-sayt uchun olmayapmiz biz, kerak emas. Отображение tekstda mana tekstda o'zimiz shaxsan qanaqa ko'rinishi. Tak, menga qarang, tablitsa bir eng yaxshi variant tablitsa bir ekan mana. Jadvalda muammolar yo'q. Aynan to'g'ri beryapti. Mana shu joyga mana galочка qo'yasiz o'zingizga keragiga. Agar ikkita uchta jadval ko'rinishi kerak bo'lsa, qolganlarga ham galочка qo'yishingiz mumkin. Mana tablitsa birda o'ziga загруз qilib, boyagi internetdan olgan ma'lumotni tortib olaman. Mana bu yerda mana qizilda, sariqda yozuvlar chiqadi. Bu kutish jarayoni mana загрузка ketyapti. Sal kutib qolasan, sabr qil degani bo'ladi. Bu boya aytganimdek ma'lumot kattaligiga va internet tezligiga, kompyuteringizni kuchiga kabi qiymatlarga bog'liq bo'ladi buni sekin tezligi. Xo'p, mana tushdi ma'lumot. Doimgidek отчет bu qismida ko'rinmaydi bu. Ikkinchi tablitsa qismiga o'tamiz. Mana e'tibor bersangiz, list 1 va tablitsa 1 bo'lib qolibdi. List 1da menda mana korxona ma'lumotlari bor edi. Tablitsa 1da mana boyagi internetdan olgan ma'lumotlarimiz mana hammasi tushgan. 242 ta qator va ustunlar soni nechta bilmadim. Mana sanasi bo'ladi. 7 ta ustun, 242 ta qatordan iborat juda katta jadvalni berdi. Juda yaxshi ma'lumot. Endi siz qarang. Bu joyda bir necha jadval, bir necha ma'lumotlar bilan ishlaganingizda, mana list 1ga mana 3 nuqtani bossangiz, mana bu joyda ma'lumotlar chiqadi mana. Qiladigan ishlaringiz mana. Ustunlar yaratishingiz mumkin qo'shimcha, обновить qilish, mana zaproslar yaratish, zaproslar o'zgartirish, svязьlarni boshqarish, ya'ni ulanishlarni, tablitsa ko'chirish, nomlash, mana modellarni o'chirish, boshqa turibdi. Mana shu joydan men albatta peraimenovатdan nomlab qo'yishim kerak. Bu list 1 tag korxona ma'lumotlari bo'lsin. Keyin mana nomlandi. Tablitsa 1 bo'lsa bu nima edi? Internetdan qidiruvdik. Davlat aholi bo'yicha davlatlar ro'yxati. Tak, buni ham mana переименовать qilib turib, aholi bo'yicha davlatlar ro'yxati. Xo'p, mana ikkita tabletsamni nomlab oldim. Xo'p, endi bu yoqqa o'tganda shu ko'rinishda ma'lumotlar yig'ishingiz mumkin jadvallar ko'rinishida. Endi buni Power Query'da ishlasak. Power Query degan alohida platforma ham bor. Excel darslarida adashmasam 47 darsdan ikkitasini Power Query'ga atagan edim. Power Query 0 dan va Power Query'da juda ko'p Excel'dagi ma'lumotlarni bitta qilib yig'ib, bitta fayl qilib chiqarib yuborishdi. Juda oson yo'lni o'rgatgan edim. Ko'p ma'lumotlar bilan Power Query juda ham zo'r ishlaydi. Excel'da qilolmagan ishingiz Power Query'da qilsangiz bo'lar edi. Excel'da oxirgi versiyalarda Power Query ichida bor. Va eng qizig'i Power BI'da ham Power Query'ga to'g'ri duch kelyapmiz. Bu meni juda ham xursand qildi to'g'risi. Xo'p, endi masalan, men aholi davlat bo'yicha davlatlar ro'yxatida Power Query'dagi amallarni bajarmoqchisiz. Mana shu nuqtani bosib, bu joydan izmenить запрос qilsangiz, o'zi avtomatik Power Query'ga o'tadi. Yoki boshqacha ko'rinishda. Mana bu отчет qismida turganingizda ham mana преобразовать данныхdan mana преобразовать данных qilsangizdan Power Query ochiladi. E'tibor bering, bu Power Query oynasi ochildi. Mana bu Power Query, tepada turgani Power BI. Ikkalasi birgalikda ishlayapti hozir. Ya'ni Power BI'dagi ma'lumotlarni Power Query'da ochib beryapti. Excel'da ishlaganda ham shunaqa Excel'dan Power Query'ga o'tib ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, mana bunda mana bo'limlar umuman boshqacha. Sizda Power BI'daqa emas. Главный bo'lim, mana umuman instrumentlari boshqacha. Преобразовать, добавить столб, просмотр oynasi, instrumentlar oynasi и справка. Fayl qismi ham bor albatta buni ham. Endi
Tak, birinchi mana bu joyda e'tibor bersangiz, mana zaproslarni ichida mana korxona ma'lumotlari birinchi jadvalimiz, aholi bo'yicha davlatlar ro'yxati, mana bu jadval. Endi nima ishlar qilsak bo'ladi bu joyda? Power Query'da noldan ancha o'rgatgan darsim bor, albatta bu anaqaga man tepada chiqadigan qilib qo'yib ketaman. Power Query'ga juda qiziqsanglar u yoqqa o'tib Excel'dan Power Query'ga kirib o'rgatganman. Aynan Excel'dan ochilsa ham, Power BI'dan ochilsa ham Power Query'da bitta oyna shu ma'lumotlar chiqadi. Umuman boshqacha Excel'dagi boshqacha, Power BI'dagi boshqacha deb o'ylamanglar Power Query. Aynan bir xil. U yoqdan to'liq o'rganib olishinglar ham mumkin qiziqsanglar. Yana dars davom etamiz Power Query'da. U yoqda Excel'nikida ham ancha tushuntirgan edim demoqchiman. Noldan ishlashni. Xo'p, endi mana bu joyda mana column 1 deb turibdi. Mana ustun, mana shunga ham ishkom unitani bosib ishlar qilishingiz mumkin. Masalan, shu ustunni udalить qilib yuborish yoki boshqa ustunlarni udalить qilish, duplikat yasash ustunlardan. Tak, mana ошибкаlarni o'zgartirish, tak, to'ldirish, nomlash. Mana misol uchun, hop, mana shu yerga nima desam bo'ladi mana bu? Yillik kvartal. Hop, column 1 bu bo'sh qolgan. Hop, переименовать qilib korxona ma'lumotlari. Ya, ya, kerakli ustunlarni qo'ying. Kerakli ustunlar. Hop, mana kerakli ustunlar deb o'zgartirib qo'ydim. Mana bu tepada bizda chiqadi источник uchun. Mana источникka kirsangiz mana bu joyda o'zgaradi. Mana источник biz qayerdan olayotgani, navigatsiyasi, повышение заголовка, изменение тип, преобразование столбца qilib mana bu joyda ma'lumotlar o'zgaradi. Xo'p, bu orqali ham mana bu yerdan ishlasangiz ham bo'ladi. Buni qism bo'limlarni tushuntiraman. Fayl bo'limida siz закрыть и применить. Mana shu doim Power Query'da nimadir ish qilganingizdan keyin закрыть и применить qilib chiqib ketasiz. Ya'ni Power Query yopiladi. Excel'da ishlaysin, Power BI'da ishlaysizmi, qilingan ishni bu yoqqa asosiy dasturga olib oladi. Ya'ni qilib beradi shu ishni. Excel'da o'zida ishlaganda ham masalan 200 ta listlik juda katta ma'lumotlar har birida 2000 3000 tadan qator bo'lib ketgan. Excel qotishni boshlaydi. Ularni yig'ib bitta listga yig'ib olish juda ham azobli narsa. Uni Power Query'da juda ham oson yig'ib olsa bo'ladi. Shu ishni Power Query'da qilib turib, закрыть применить qilib chiqib ketsangiz Excel'ga olib beradi shu ishni. Shunaqa ko'rinishdagi ishlarni qilib bera oladi bu. Tak, bo'limlardan tushuntirsam endi. Tak. Mana bu qarang, использовать первые строка va качество заголовок turibdi. Mana shunda siz agar Power Query'da jadvalingizni ochganingizda sizda mana bu kerakli ustun yillik, kvartal, yanvar, fevral ustunlari pastida qolib, tepada kolumn 1, kolumn 2 qilib o'zi avtomatik ustiga ochib qo'ysa, siz mana bu использовать первые строка, качество заголовокni bosgan holda mana bu birinchi ustuningizni tepaga, haqiqiy ustunga ko'tarib olish imkoniyati bor mana shu tugmada. Bitta funksiyasini tushuntiray. Endi sekin sekin keraklilarni tushuntirib chiqaman. Преобразовать guruhlash, nomlash, tak, keyin mana transponировать degan juda zo'r funksiyasi bor Power Query'da. Ya'ni mana bu ustunlarni qatorlarga alishtirib qo'yish. Agar sizda mana bu ma'lumotlar bu chap tarafda emas, o'ng tarafda tepada kelishini xohlasangiz va yillik, kvartalga qismdagi ustunlar qatorda kelishini xohlasangiz, shuni mana transformatorni bosasiz. Mana e'tibor bering. Xo'p, menda buzib berdi. Jadval chaqiruvda nimadir muammo bo'lgan. Aytganimdek qilolmadi. Mayli. Aynan transformator shu ustun qatorlar o'rnini alishtirish edi. Xo'p, yana bizda nimalar bor? Mana bu yerda formatlar bilan ishlash qismi ham bor ekan. Tak, statistika qismi, vaqt. Xo'p, ustun bilan ishlaganingizda ustunlarni o'chirish, nomlash, joylarini o'zgartirish qismlari. Tak, prosmotrda ko'rsatish oynasi, o'zining instrumentlari bor, и spravka. Xo'p, endi mana bu joyda bitta преобразовать yana qilsak, menimcha o'ziga keltira olmasa kerak. Xo'p, mana bundan oldim. Yo'q, keldi menimcha. Tak, tak. Faqat mana bu kolonni buzib qo'ydim. Keyin Power Query'da bitta yaxshi zo'r tomoni bor. Mana bu yerda применение shagi degani
siz oldin qilingan ishlar qatorlari mana shu yerda qadam qadam bo'lib chiqib ketadi. Hozir menda mana e'tibor bersangiz, man transponirovat qilganimda buzilish bo'lib qoldi. Men xohlagandaqa ustun qator alishmadi. Alishdi-yu, men xohlagandaqa bo'lmadi, buzilish bilan bo'lib qoldi. Shu holatda siz mana qadamlarni o'chirib orqadagi qadamga qaytib olishingiz mumkin. Masalan, mana bu qizilda bossiz, mana bitta qadam o'chadi. Ho'p, mana bir qadam orqaga qaytaman. Excelda chap o'ngga qaytish bor-ku, Ctrl Z bilan. Bunda mana unaqa ish bilan qila olmaysiz. Mana prevenishga qadamlaringizni boshqarishingiz mumkin. Mana oldingi qadamga o'tkazishingiz yoki bittadan o'chirib chiqishingiz ham mumkin. Xo'p, tak. Mana kerakli ustunlar, yillik, mana shu joygacha mana изменение tip o'zgartirilgan. Mana boshida istonch chaqirgan holatlarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, menda mana shu yergacha bu yog'i kerak emas. Xo'p, tak, mana shu yerdan o'chirsam da, xo'p, bitta o'chirish kerakmikan? Xo'p, mayli, oxirgi to'rtta qadamni o'chirib yuboraman. Ну, mana shu holatga qaytib oldim. Mana buzgan holatimni to'g'riladi. Endi bu sekin powerqueryda yana ishlaymiz, chuqurlashamiz hali. Menimcha boshlanishiga yetarli. Bundan endi qaytib Power BI'ga Excelga qaytib olish uchun siz mana fayl bo'limida mana закрыть и применить ni bosasiz. Ya'ni применить bu saqlanadi qilgan ishi, закрыть yopiladi. Endi albatta buni alohida qilish ham mumkin. Masalan, применить qilib qo'ysangiz shunda yana davom etasiz. Yoki закрыть o'zida saqlamasdan qaytib chiqib ketib qolasiz. Закрыть и применить ni bosdim. Mana загрузка bo'ladi va yopildi u va bizda Power BI qoldi. Power Query yopildi. Mana Power BI'da bizdagi ikkita jadvalimiz. Bu ikkita jadvalingiz qarang. Mana bu modulli qismiga o'tsam, mana ikkinchi modul ham paydo bo'lgan menda. Korxona ma'lumotlari bo'yicha bu va aholi bo'yicha davlatlar. Hop, bunda ham 3 nuqta bosib, mana shu modulda turgan holatingizda ham bu joydagi ishlarni qilishingiz mumkin. Hop. Menimcha bugungi darsga vaqt cho'zvormay yetarli. Video darslarga yoqqan bo'lsa, like, podpiska albatta esdan chiqmasin. Chet eldan kuzatayotganlar bo'lsa, muallifni qo'llash funksiyalari bor. Sponsor bo'lsanglar bo'ladi yoki super like kabi to'lovli layklar bor. Albatta, muallifni qo'llab-quvvatlasanglar xursand bo'lardim, chunki qimmat pulga o'rganadigan kurslar sizlarga tekinga sodda ko'rinishda o'rgatilyapti. Buni qadrlaysizlar deb o'ylayman. Barchaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun sog' salomat bo'linglar.